Kurs mobaynida nimalarga urg'u berilgan meni efirlarim ayol tiplarida, ya'ni seksuallikni ko'rsatish yo'llarini qanday ko'rsatsak bo'ladi, nima uchun seksuallik bo'lmaydi, ayol libidasi qanday qilib istakni uyg'otish haqida ham efir olganman. Libida qizlar, mana jinsiy xohish bilan jinsiy konstitutsiyani farqi bor. Biz tug'ilganda qanaqa jinsiy konstitutsiyada mana xuddiki ozg'inlar bor, to'lachadan kelganlar bor, boshqa bular ham bizlarni fiziologik konstitutsiyamiz. Jinsiyatimizda ham shunaqa konstitutsiyalar bor va uni o'sha libidamizga ularni ta'siri bormi yoki yo'qmi? Libidamiz nimadan tushib ketadi? Gormonlar bormi, boshqasi? Shu haqida aytib berganman-da. Nima uchun bizlarni o'sha libidamiz tushganda biz berishni xohlamaymiz? Mana shu sabablarni hammasini tushuntirib o'tganman. Qo'rquvlar, nega eringizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqyapsizmi? Nega? Qayerdan kelyapti bu? Qaysi ssenariy asosida? Balkim siz yoshligingizda ota-onangiz bilan qanaqadir adangiz ketib qolgan narsalarni ko'rganmisiz? Ishtirok etish tugmasini bosing, joyingizni band qiling, keyin afsuslanmang. Qanaqadir savolingiz bo'lsa, qanaqadir e'tirozingiz bo'lsa, marhamat menejerlarga yozishingiz mumkin bo'ladi.